postimizdagi yaxshi niyatda bo'lgan, duoda bo'lgan barchalarga kattakon rahmat. Hop, endi bu videoda yolg'on gapirding, atrofingda odamlar qani, shunday gapirishga majbursan degan insonlar uchun hozir bizda soat 7:55 kechqurun taroba namozini o'qishga masjidga keldik. Bu masjid Dubay markazlaridan birida joylashgan. O'zingizlar hozir ko'rib baho beringlar. Bombalar portlayotgan bir shaharda shuncha odam ibodatini qilishga xotirjam kelyapti. Alhamdulillah biz taroveh namozini o'qib oldik. Ko'rib turganlaringdek hammasi bizda joyida. Endi bomba tushgan joylarchi degan insonlar uchun bizani kuzatib boringlar. Ertaga Xudo xolasa o'sha bomba tushgan hamma lokatsiyalarga borib, bitta-bitta sizlarga videoga olib ko'rsatib beramiz.